Birodarlarim, singillarim, namoz o'qing. Hayotingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar, namoz o'qing. Qanday va qancha gunoh qilayotganingizdan qat'iy nazar, namoz o'qing. Bahona yo'q. Bir singlimiz aytadi: "Sheyx, men hijob kiymayman. Men senga namoz o'qi deyman." U aytadi: "Qarang, mening kiyinishim unchalik yaxshi emas. Men senga namoz o'qi deyman." "Sheyx, men spirtli ichimliklar iste'mol qilaman" deydi. "Men senga namoz o'qi deyman." Birodarimiz aytadi: "Men narkotik mahsulotlar sotaman. Namoz o'qi deyman. Mening sevgan qizim bor va men u bilan birga bo'laman. Men senga namoz o'qi deyman." Hayotingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar, namoz o'qing. Lekin sheyx, qanday qilib hamma gunohlar qila turib namoz o'qiyman? Bu bexurmatlik-ku axir. Men munofiq bo'lib qolaman. Yo'q, siz shuning uchun ham namoz o'qiysiz. Chunki biz mukammal emasmiz. Biz gunohkorlarmiz. Biz xato qilamiz. Namoz o'qing. Alloh aytadi: "Namoz sizlarni gunoh ishlardan uzoqlashtiradi." Namoz o'qing. Bilasizmi, ba'zida odamlar kelib, "Men ishlarimni o'z joyiga tushirib olay, keyin inshaalloh namoz o'qishni boshlayman" deydi. Namoz o'qimasangiz hech narsani o'z o'rniga tushirib ola olmaysiz. Hayotingizni o'nglab olishingiz uchun, shuning uchun namoz o'qiysiz. Hech narsa, birodarlarim, singillarim, siz bilan Alloh o'rtasiga tusha olmaydi. Namoz o'qing. Hayotingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar, namoz o'qing. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, namoz o'qing. Bilasizmi? Ba'zida odamlar oldingizga kelib, "Sen munofiqsan. Singlim, sen hijob kiymaysan, lekin namoz o'qiysan" deydi. Unga ayting: "Rahmat kattakon, opajon. Men munofiqman. Alloh sizni mukofotlasin. Lekin namozim Alloh va mening o'rtamda. Sizning ishingiz emas" deng. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Biz va ular o'rtasidagi farq namozdir." Qiyomat kunida sizdan so'raladigan birinchi narsa ham bu namoz. Agar savoldan o'tsangiz, undan keyin hammasi oson bo'ladi. Agar javob bera olmasangiz, keyin hammasi qiyinlashib ketadi. Shunday ekan, namoz o'qing. Namoz o'qing, birodarlarim. Allohning muhabbatini qozonasiz. Namoz o'qing. Allohning rahmati va mag'firatiga erishasiz. Tasavvur qiling, do'stingiz Alloh bo'lsa, mol dunyodan xavotir olmang. Osmonlar va yer unga tegishli. Agar Alloh siz bilan bo'lsa, siz to'xtatib bo'lmas kuchga aylanasiz. Shunday ekan, iltimos birodarlarim va singillarim, hayotingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar, namoz o'qing. Hech kim sizni Allohdan yuz o'girtirib qo'yishga yo'l qo'ymang. Bilasizmi, qachon boshingiz sajdada ekan, o'sha vaqt siz Allohga eng yaqin bo'lgan vaqtingiz bo'ladi. Yig'lang, yolvoring, Allohdan to'g'ri yo'lni so'rang. Ana o'shanda namozingizda xushuni his qilasiz. Allohdan namozlaringizda qoyim bo'lishingizni va nima bo'lganda ham namozni tark etmaydigandan bo'lishingizni so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.